Doktor Jo'rayev, Dava Vita kompaniyasi haqida to'liq ma'lumot bersangiz. Xo'p, avvalambor mahsulotlarni suyuqlik ko'rinishida ekanligi, ya'ni ishlab chiqarish texnologiyasini sovuq haroratda suvni siqish yo'li bilan olinganligi. Ikkinchi o'rinda mahsulotlarning tilosdan so'rilishi va mahsulotlarni tez effekt berishi va mahsulotlarni guruhlarga bo'linganligi. Masalan, Filfas mahsulotlarimiz o'ta detoks tozalovchi, enerji bor, immun ko'taruvchi, asab tizimi uchun va yurak qon tomiri uchun hamda onkologiya uchun mahsulotlar bor. Va keyingi liniya bu yerda mahsulotlar kollagenlarimiz suyuqlik ko'rinishida. Bu ham sovuq haroratda suvni siqish yo'li bilan olingan. Alohida go'zallik uchun, soch teri tirnoq uchun kollagen, bo'g'imlar uchun kollagen va chiroyli qad-qomat ozdiruvchi kollagenlar mavjud. Juda ham ajoyib yadro texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan mitsillar biokompleksda qon ko'paytiruvchi, omega biokompleksi, ayollar salomatligi, erkaklar salomatligi va zreniyani yaxshilovchi hamda onkologiyani oldini oluvchi tomchilar bor. Shuningdek, mana Osiyo xalqi sevadigan 20 xil choylari bor. Choylar ham alohida guruhlarga bo'linadi.